Oldingi videoni davomini ko'ramiz. O'rtoqlar, fikrlarimizni bildiramiz, podpisatsiya qilib qo'yamiz. Yurtingizda kimdir ishlab chiqarish qilmoqchimi, kimdir qanday bo'lsa ham nimadir biznes qilmoqchimi, siz unga imtiyoz bering. Siz unga elektr energiyadan ham limit bering, gazdan ham bering, boshqasidan, suvdan ham bering. Bering siz unga imtiyozni. U ishlab chiqarish qilsin ko'proq. U boshqa davlatlar odamlar kelsin uni yoniga. Mana sayyohlar kelgan paytida, misol uchun ularni oldiga ularni lol qoldiradigan narsalarni olib chiqib sotsin. U uyda ishlab chiqarish qilsin u. U qo'shimcha tadbirkorlik qilsin u. Bu energiyangiz bilan men sizga bir narsani aytaman, tadbirkor rivojlanmaydi. Rivojlanishi mumkin qaysi tadbirkor? O'g'irlik qiladigan. Qayerdadir amakisi energetika vazirligida ishlaydigan, xolasi yana bir moliya vazirligida ishlaydigan tadbirkor bo'lsa, ular rivojlanishi mumkin. O'g'irlik hisobiga soliq to'lamasdan elektr hisoblagichsiz faoliyat yuritadiganlar rivojlanishi mumkin. Lekin halol, to'g'ri yo'l bilan ishlaydigan rivojlanmaydi, ishoning. Chunki u 1350 so'm, 900 so'm elektr energiyasi bilan hali-ku tadbirkor qiynalishi. Aholi ancha qiynaladi. Aholi qiynaldimi, pul topish uchun baribir nima qiladi? Yo migratsiyaga ketadi, yo o'g'irlik qiladi. Shunda biz nimani yaratyapmiz ekan? O'zingizga o'zingiz savol bering. To'g'ri, energetikada ishlaydigan, vazirlikda ishlaydigan, oylik katta oladigan odamlarga bu bilinmasligi mumkin. Lekin aholining asosiy qatlami uncha katta oylik oladigan odamlardan tashkil topmaydi. Shuni ham bir o'ylab ko'ring. Agar mana shu limit belgilashlar bo'ladigan bo'lsa, kelgusida keyin siz energetika vazirligi gazni ham hali limit qilasiz odamlarga. Borib suvni ham limit qilasiz. Borib keyin oxiri burniga счетчик qo'yasiz hisoblagich. U ekologiya buzilib boryapti, havoni kamroq ol deysiz. Ana o'shanda biz konstitutsiyaga zid harakatlar qilganligimizni tushunib yetamiz. Shuning uchun hozir xalq to'g'ri talab qilyapti bu narsalarni. Asosiy yer usti boyliklar xalqniki bo'lishi kerak. Biz yer osti tillalarini qazib olyapmiz, xalqqa bermayapmiz-ku imtiyoz bilan. Aslida uni xalq talab qilish huquqiga ega uni. Musulmonmisan desa, alhamdulillah deymiz. U gapni aytishdan oldin o'ylanishimiz kerak. Musulmon davlatlari Allohning bergan inoyatini xalqi bilan ulashadi. Shuni unutmang. Chunki yaratgan bizga shuncha inoyat beryapti-ku, daraxtlarni ko'kartiryapti, tagiga suv quymasak ham tomirlarini o'zi suv bor joyga olib boryapti shu daraxtni, mevasini beryapti, yoki bizga chegaralab bermadi-ku. Beryapti-ku hamma narsani. Ob-havoni beryapti, 4 faslni beryapti-ku. Yer ostimizdagi boyliklarimizgacha beryapti-ku. Biz elektr energiyani Amerikadan, Londondan olib kelayotganimiz yo'q-ku, shu O'zbekistonning ichida ishlab chiqaryapmiz-ku shu elektr energiyani. Nahotki biz o'zimizda ishlab chiqarilgan, o'zimizda yetkaziladigan energiyani o'zimizning xalqimizga limit belgilashimiz kerak-ku, boshqa davlatga eksport qilishimiz kerak. Qani mantiq? Bormi mantiq? Bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Ertaga siz ham bo'shaysiz energetika vazirligidan, siz ham bo'shaysiz qaysidir elektr tarmoqlaridan. Oddiy aholiga aylanasiz bir kun kelib. O'sha paytda o'ylash kerak yukini. Agar bugun benzin sotuvchi benzin menda bor-ku deb benzinni qimmat sotsa, bir kun kelib u ham benzin oluvchiga aylanadi. Mana shu taraflarni o'ylash kerak. Soliq oluvchi men soliq yig'yapman-ku deb birovning peshonasini qirchisa, ertaga u ham soliq to'lovchiga aylanadi. Mana shu taraflarni o'ylash kerak. Masalaga hech qachon bir taraflama qilarilmaydi. Davlatning haqiqiy rivojlanishini xohlaysizmi? Xalq uchun mana shu narsani limitingizni bekor qilish so'rayapti hali ham xalq. Shunda ham yaxshi ekan bu xalq. 200 kilovat limitingni bekor qil deyapti u bechora. 450 so'mdan to'laymiz mayli deyapti. Lekin o'sha 200 kilovat limitingni bekor qil deyapti. Lekin aslida siz 200 kilovat limitni belgilashingiz o'zi noto'g'ri edi. Bu konstitutsiyaga zid deb hisoblayman men huquqshunos sifatida. Siz xalqqa limit belgilashingizni. O'z konstitutsiyasiga ega bo'lgan suveren davlatda yashovchi fuqaro, ya'ni demokratik huquq asosida yashayotgan fuqaroni limit belgilashimiz bu noto'g'ridir. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ham bu narsa bizni fuqarolarimizni haq huquqlari paymol qilinishiga sabab bo'ladi.
Shuning uchun men aynan shu 200 kilovat limit energiya belgilashingizni huquqshunos sifatida noto'g'ri deb hisoblayman. Bu mening fikrim. Jamoatchilik nazorati sifatida, shu yurt fuqarosi sifatida men energetika vazirligidan limit belgilash masalangizni bekor qilishingizni va xalqqa to'g'ri, imtiyozli tarzda elektr energiyani narxini ham pasaytirib berishingizni so'rayman.